Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, eson-omonmisizlar? Hammangizni uyingiz tinchmi? Bola chaqa, ota-ona, Xudo xolasa sog'lik, salomatlik tilagan holda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning suygan ummatlaridagi Xudoyim Xudo xolasa Allohim. Gunohlarimizni o'zi kechirib, tavbalarimizni qabul qilg'in Xudo xolasa. Kimki neykin yetgan bo'lsa murod maqsadini yetiring Xudo xolasa. Yo'l delan yo'llarına bexatar etki. Bemorlarimizning shifosini bering, homiladorlarimiz eson-omon bo'lib doğmanlara farzand etatki Xudo xolasa. Kimki neykin yetgan bo'lsa murod maqsadini yetiring. Allohim Xudo xolasa bizani qo'llab-quvvatlayvering Xudo xolasa. Do'stlar, sizlar yana bir yangilik. Sizlar shunchama yordam berib turibsizlar. Men ham qo'limdan kelgancha shunchalik yordam etaman. Mebel nasimda chiqyaptirman bugun Xudo xolasa. Mebellarning jarayonlarini ko'rib boraverasizlar. Arzon bahoda dastavkalarni ham ko'ramiz. Kime gerek bo'lsa, menga ham telefon qilishlaringiz mumkin. Egasini nomerini qo'yaman. Egasini ham telefon qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa görüp boraverasizlar jarayonlarni. Bize xizmatdamiz sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asa do'stlar, Xudo xolasa adresini tushuntirib o'taman. Hojiboy mebellari. Ana 3 paxta yandan Qazariston kelishda 3 paxtadan o'tgandan keyin Uryanchga qarab Hojiboy mebellari 10 qo'lingizda bo'ladi. Uryanchdan kelishingizda 3 paxta yetmay chap qo'lingizda bo'ladi. Xudo xolasa Hojiboy mebellerini göremiz içanına girip yettikesi. Esselamu aleyküm. Yine Xudo xolasa mebeller başladı. Esa bu mebellerini tushuntirib bering navligini. Bu Salika komplekti bo'ladi. Salika komplekt. 8 kapılı. Hava. Razmer 320 bo'ladi. Baland 220 oladi. Şkafı, arzası, tom şişesi, spalni matras, sofrası, kuyulması, chestri, bu şişesi bo'ladi. 10 predmet bo'ladi bu narsada. 10 predmet. 10 milyon 200 ming sotilgan bulan baholar. Hava. Baholar 9 milyon 600 ming soat beramiz bunu. Dastavkasini chiqoladi. Dastavkasini ham shu 400 beroni Kala Xorazm bo'ylab dastavka beramiz. Şu pulun içinde. Ava, şunlar içinde şunu. Bu neler açıp yapıladı onu? Vakumli. Vakum. İşleri, tatlılar hemmesi davul çık oladı. Vakumli.